Indulgensiyalar mavzusida islomga otgan ruhoniylar shunday degan edi. Ular aytishicha, Xudo taolo o'ziga ogil oldi. Keyin esa bu ogilni Xudoga aylantirib, gunohlarni kechirish, magfirat huquqini berish, odamlarni kechirish, jannatga kiritish va dozoxga yuborish vakolatini papaga topshirgan. Ya'ni islomda gunohlarni faqat Alloh taolo kechiradi. Hatto payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam ham gunohlarni kechira olmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo aytadiki, agar ular o'zlariga zulm qilganlarida, sizning oldingizga kelib, Allohdan magfirat so'raganlarida va payg'ambar ham ular uchun magfirat so'raganida edi, ya'ni payg'ambar unga so'ragan zotdir. Kimdir gunoh qilganida, ular payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelishardi. Ey Allohning elchisi, Allohga ibodat qiling, meni magfirat qilsin. Payg'ambar Muhammad unga sollallohu alayhi va sallam gunohlarni kechirmaydi. Alloh taolo shunday qiladi. Parvardigorimiz payg'ambarimizga aytganidek, ayting, men sizlar uchun Alloh xohlaganidan boshqa hech qanday foyda yoki zararga ega emasman. Agar gaybni bilganimda edi, ko'p foyda olgan bo'lar edim va menga hech qanday zarar yetmagan bo'lar edi. Men faqat ogohlantiruvchi va xushxabarchiman.